قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on-i Karimda Nas surasida mundaq dedi. A'udhu billahi minashshaytonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Digin ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem haloyiqning yaratgan va parvish qilib hozirgacha hayotlik bergan dunyo va oxiratlik tarbiyachisi payg'ambar alayhisalomni payg'ambar qilib avatib hidoyatga boshlagan ma'naviy va ruhiy jihatdimi to'g'ri yo'lga boshlagan yaratgan parvardigori bilan haloyiqningki haqiqiy podshosi, ya'ni haloyiqqa haqiqiy ega bo'lguchi har bir quvvat qudrati shu Allohga mansub bo'lgan haloyiqning podshosi bilan haloyiqningki hammasi cho'qinishga loyiq haqiqiy haq iloh bo'lgan Alloh subhanahu va taolo bilan panoh so'rayman. Insonlarning qalbiga vasvasa qilguchi Alloh aslanganda keyniga yenib qechib ketguchi, chekinib ketguchi shaytonning yomonligidan. O shayton insonlarning ko'ngillariga vasvasa qiladi. Ya'ni yaxshi bo'lgan murad, yaxshi ishni yo'qtidi. Uni insonlar qalbidan qadrini, qimmatini tuvallatib, uni ojizlashtirib, uningga yolg'on umidlarni barpo qilib yo'qtidi. Yoki hissiyat, shahvat, nafsi har turli yolg'on arzularni insonning qalbida yo'g'initib, qimmat ko'z qarash qilib, uni insonga chiroyli ko'rish orqali insonga vasvasa qiladi. Bu vasvasa qiladigan shaytonlar kimlardan iborat desa, jinlardan iborat va insonlardan iborat deb Allah subhanahu wa ta'ala mana shu Nas surasidan iborat 6 oyatda bizga dunyoda bo'lib o'tgan har bir insonning, mayli o inson eng dunyodagi kishilarning ijtimoiy hayotlariga, siyosiy organlarga ega bo'lgan insonlar bo'lsin yoki eng tuvan tabaqada yashayotgan insonlar bo'lsin, er bo'lsin, ayol bo'lsin, har bir insonning qalbiga mush shaytonning jinlardan iborat va insonlardan iborat bo'lgan shaytonningki haqqa qarshi, hidoyatga qarshi vasvasa qiladiganligini, yolg'on arzu armonlarni, azg'unliklarni insonning qalbiga doim soladiganligini mana shu oyat orqali Alloh bayon qilish orqali inson bilan shayton o'ttiristiki, ya'ni inson va jinlarning o'ttiristiki, inson va jinlarning shaytonlarning o'ttirisiga kurash bu dunyodagi Alloh yaratgan bir qonuniyat. Ya'ni inson va jinlarningki bizningki qalbimizga, bizningki hayotimizga, bizning ijtimoiyatimizga, bizning har bir Alloh bilan bo'lgan aloqamiz va insonlar bilan bo'lgan aloqamiz va ibodatimizga bo'lgan aloqamiz va har bir bizning hayotimizdagi mas'uliyatimizga bularning aralashib yomonlik qilishga sabab bo'ladiganligini, zodi inson va jinlarning qiladigan yomonligi zodi mavjud ekanligini. Ammo dunyoda shunchalik insoniyat yashaydi. Bo'libmi uning ishidan haqqa ovoz qo'shgan, islom dinning chaqirig'iga ovoz qo'shgan, Alloh chaqirgan, haqni qabul qilgan musulmonlarmi mushu inson va jinning shaytonlarining ularga vasvasa qiladigan mush yomonliklaridan qandoq qilganda qutulg'ili bo'ladiganligini, u vasvasadan qutulishning
yo'lining ham qandaqligini, ham qutulishga qandaq tirishchanlik qilish lozimligini ko'pincha musulmon qarindoshlarimiz bu o'zining oqibatlik nihoyat muhim masalasi bo'lsin, bu masalaga g'aflatda qarg'anligimizdan doim insonlarning shaytonlari va jinlarning shaytonlari bizga ega bo'lib olib, bizni Allohga samimiy ixlosmanlik bilan qilishimizdan to'sayotgan nafsi xohishimizni Allah subhanahu va taolaning shariat ko'rsatgan yo'li bo'yicha Allah bizga ruxsat qilgan haloldan halol bo'yicha foydalanish, haromni harom deb e'tiqod qilib uning yenishimizga to'sqinlik qilayotgan shahvatlarimiz, nafs xohishlarimizning keyinni kirishga sabab bo'lgan ham insonlarning har turli shaytonlari bizningki oilamizga, jamiyatimizga, bizningki yashayotgan har bir maydonlarimizga xo'jayin bo'lib, ega bo'lib, hattoki mana biz Sharq Turkiston musulmonlariga o'xshash bizningki azaldan tortib jin va insonning shaytonlarininki bizni qarta haq yo'ldan ozdiradigan har turli diniy va siyosiy va bizning bo'libmi e'tiqod jihatdagi va Allohga sodiq bo'lgan islom dinininki har taraflama to'liq islom diniga amal qilish, to'liq islom diniga udkhul silma kafatan, islom diniga to'liq kiringlar, hamma tarafdan kiringlar. Ya'ni aqidada, axloqda, siyosatda, ijtimoiy hayotda, ibodatda, muomalada, o'zaro qarindoshlik yetkazishda va shundaqla dushmanlik, adovatxo'rlik, hasadxo'rlik va g'aybatxo'rlik, fitnaxo'rlik, har turli o'zaro birsimizga dushman bo'lib qolish sabab bo'ladigan, hani shundaqla islom dinida cheklangan zina, fohisha, qimorvozlik, har turli zaharlik chekimlar va shuningga o'xshash Alloh taolo cheklagan har qanday musulmonlar orasini biladigan va musulmonlar orasida gap to'shib, suxanchilik qilib, g'aybat shikoyat paydo qilib, musulmonlarning jamoatini islom dinininki muqim bir kuchliq bir ummat, kuchliq bo'lgan bir haqiqatga ega bo'lgan bir millat ekanligini bular mushundaq shaytonninki vasvasalarining ozdirishlarga qarshi turishni to'liq bilmaganligimiz uchun biz mana shu o'zimizga Alloh bergan haqiqiy islom dinimizni va islom dinimiz bizga topshirgan shu Sharq Turkiston zaminimizni va Sharq Turkistondagi nurg'unlagan bizningki mas'uliyatlarimizni oxirisida to'liq qo'g'dashga ega bo'lamiz qilishimiz. Shuning uchun biz avvalan Alloh bilan o'zimizning o'tirisidagi o'zimizning Allohga sodiq qul bo'lishimiz uchun biz mush inson va jinning shaytonlarininki bizni qarta har turli vasvasalardan qanday qilib saqlangaly bo'lganligini bilishimiz kerak. Buning birinchisi mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo xaloyiqninki yaratquchisi Alloh bo'lg'achqa, xaloyiqning podshosi Alloh bo'lg'achqa, xaloyiqning ham cho'qinlatgan ilohi Alloh bo'lg'achqa mana bu uch sifatni alohida keltirib, har qanday bir inson meni yaratgani Alloh, menga rizq bergani Alloh, menga hidoyat bergani, meni to'g'ri boshlaydigani, menga qonun va hukm va menga yo'lriq berdigani Alloh va men uni podshoh, hukmron, uni haqiqiy haq egisi deb cho'qiradigan Alloh ham mening haqiqiy kech kunduz har bir qildigan ibodatimda cho'qinadigan Alloh deb ishonadigan har qanday bir mu'min qanday qilish kerak ekan desa, musho bizni yaratgan har bir podshohlik, dunyoning va oxiratning podshohligi qo'lda bo'lgan Alloh subhanahu va taologa tayanishimiz kerak. Alloh subhanahu va taologa sig'inib har vaqt har yerda biz birinchi qilib Qur'on o'qigandan tortib Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Qur'on o'qimoqchi bo'lsang fastaiz billah, Alloh subhanahu va taolo bilan panoh so'rg'in degan. Birinchi qilib bizga Alloh tushirgan, Alloh bilan bo'lgan aloqamiz bizga bayon qilingan, dunyo va oxiratlik baxsiyatimiz bizga bayon qilingan Qur'oni Karimni o'qishdan tortib bizningki har bir hayotligimizda kech kunduz bo'lgan aloqamizning hammasida, namozlarimizda va hayotimizda Alloh subhanahu va taologa doim panoh so'rab, shaytonning nafsi xohishlarimizga agishib ketishimizdan, shaytonning keynidan kirib ketishimizdan Alloh subhanahu va taolo saqlash uchun har doim yuragimizning tigidan Allohga sig'inishimiz kerak ekan narsamiz.
Chunki shayton va uning vasvasalari maxfiy. Maxfiy bo'lgan shaytonning vasvasalaridan qanday panohlanamiz? Uning egisi bo'lgan Alloh bilan panohlanamiz. Nima uchun shayton bizga dushmanlik qiladi desa? Birinchisi Allah subhanahu wa ta'ala bizni imtihon uchun yaratgan Allah Taala. Bika yaratmagan. Shu Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sizlarning qaysinglar e'tiqod amali va amali bo'lgan Allohga qulchilik qiladigan har bir ibodati, har bir Alloh oldiga qiladigan mas'uliyatlari qaysinglarning eng Allohga sodiq ham eng yaxshi bo'lish uchun Allah subhanahu wa ta'ala mush oyatda nima desa, eng yaxshi, eng go'zal, eng abdinni qilish uchun Allah bizni sinash uchun shunga Allah Taala bizga shayton bilan bizni ibtilo qilgan qarindoshlарimiz. Shuning uchun bizning hayotimiz kurashdan iborat. Iymon bilan kufr o'ttirisda. Musulmon bilan inson va jinning shaytonlari o'ttirisda. Haq adolat bilan inson va jinning shaytonlarining tajovuzchilari o'ttirisda. Biz mu'min musulmonlar bilan Allohning dushmanlari Xitoy kommunistlari va tajovuzchilar o'ttirisdagi bo'lgan bu kurash bizningki haq adolatni, bizningki Qur'on hadisni, islomni va islom dinni amaliy jamiyatimizda barpo bo'lguchilik, barpo qilguchilik, davomliq bu kurash, davomliq burada mushundaq ko'rishimizda biz cho'qim qanday qilsak qutib qolaymiz ekan desa, birinchi qilib har bir yer turgan vaqtimizda Allah subhanahu wa ta'alaga qalbimiz bilan sığıngan vaqtimizda andın Allah subhanahu wa ta'ala bizga bu shaytonninki va sizdan qutulishni bizga ato qiladi. Ham muhim bir omilni bilishimiz kerakki, biz Allohni har bir qarindishimiz bizni yaratgan Parvardigor, yana Rabbning ma'nosi biz hozirgi zamondagi dinni jamiyat hayotdan ayirayotgan, din bizningki jamiyatimiz, hayotimiz, siyosatimiz, ijtimoiy ahvolimiz, bizning tashkilotchiligimiz, bizning harakatlarimizga olishamaydi deb qarg'anlarga o'xshash emas, balki Allah bizga tushirgan piti, ya'ni mushu Allah bizning har bir tinig'imizni va biz yashagan hayotdagi har bir narsani Allah yaratgan ekan, Allah bizning yo'l ko'rsatkichi, bizningki ishimizga to'g'ri xatoni ayirib bergichi, bizga yo'lliq bergichi, haqiqiy hukm qilguchi Allah bizningki yo'limiz, bizning programmamiz Allohning so'zi Qur'on va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zi hadis deb shunday e'tiqod qilish bilan birga yaratuvchi Allohni birinchi qilib tanishimiz, ikkinchi qilib har qanday nafsi xohishga, inson va jinningki har turli paydo qilgan yolg'on ilohlarga va hozirgi zamondagi odamlarni o'ziga iloh qilib olgan har qanday bir zolimlarga cho'qinmay, faqat kimga? Yolg'iz Allohga cho'qinishimiz. Ham dunyoda faqat podshoh, hukmronlik Alloh bilan xos. Qoldi hukmronlikning hammasi yo'q edi. Alloh subhanahu va taolo shu biz uning zo'ravonligi, uningki zulmlaridan kechkunda tashvishlanayotgan shu Xitoy kommunistlardek zolim kofirlarni Alloh subhanahu va taolo yo'qtidi. Allohning podshohligi hammadan g'olib deb Allah subhanahu va taoloning podshohligiga haqiqiy qalbimizda bog'lanishimiz, shu orqali mush Allohga chin qalbimizdan haqiqiy yirinimiz, haqiqiy samimiy Allah subhanahu va taolo bilan har qanday shaytonninki vujudimizga ta'sir qilishdan panoh so'raymiz. Andin shayton bizni yiroq turdi qilishimiz. Ammo og'zimizda qul a'uzu bi robbin nas deb og'zimizda o'qiymiz. Lekin amitimizda Allohni Parvardigor deb tunug'ilmaymiz. Og'zimizda Allohga Parvardigorligini bildirib qo'ygan bo'lsakmi, biz vujudimiz bilan Allah bizga bergan ne'matni yeb turib, Allohga haqiqiy qulchilik qilib, Allah tarafiga maydonni ayirmaymiz. Haqiqiy Allohning podshohligini qabul qilmaymiz. Allohning haqiqiy ilohligini qabul qilib, Allah bizga topshirgan shar'iy majburiyatlarni, 5 vaqt namozni, ro'zani, zakotni, Allah bizga topshirgan har bir diniy mas'uliyatni, Allah bizga topshirgan shar'iy hukmlarni biz e'tirof qilib olmaymiz. Islom bizga buyurgan bizningki mayli ayollarimizning shar'iy bo'lgan hijobnishi bo'lsin, erlarimizninki halol haromni ayirishi bo'lsin, har qanday islom cheklangan gunoh ma'siyat, har qanday shahvonatchilikni biz buni o'chko'may, Alloh taologa haqiqiy qul bo'lmay turib, bizni insonlarning va jinlarning shaytonlari bo'zaq qilyapti deb
biz bunda to'g'ri yo'l qaytanmadik desak, o vaqtda biz inson va jinning shaytonlarininki ozdirishidan qutulmaymiz. Chunki biz Allah bizni boshlagan haqiqiy Allohga sig'inish yo'liga kirmaganligimiz uchun qarashimiz. Shuning uchun biz bu shaytonning qutulmizda bo'lsak, inson va jinninki shaytonlari bizni ozdirayotgan har qandaq bir haq yo'ldan yiroqlashtiradigan, islom dinidan va uningki talablarga to'liq kirishdan yiroqlashtiradigan barliq izdiqlardan yiroqlash uchun Allohga sig'inishimiz lozim. Chunki inson bilan shayton o'tirisidagi kurash Adem Aleyhisselam'ni Allah Subhanahu ve Taala yaratgandan tatip qiyomatgacha davom etadi. Shunga shayton Adem Aleyhisselam'a Allah Taala shaytonni hurmat sayyiz qilishga buyurgan vaqtida aba vastakbara va kana minal kafirin. Shayton unimidi. O'zini cho'ng tutdi, kofirlardan bo'ldi. Qarindoshlarimiz, shunga har qandaq bir musulmon, har qandaq bir inson Allohning buyurgan buyruqlarini, Allah buyurgan farzlarni ado qilishga tirishmasa, yaxshilik ustida bo'lmasa, ustozlarimiz, ulamolarimiz haqni so'zlashdi ustida bo'lmasa, siyosiylarimiz haq davoni mustahkamlab, Qur'on hadisga uyg'un bo'lgan islom haqiqatlarini namoyon qilib, aqidamizni, axloqimizni islomiy, bizningki haqiqiy Rasulullohdan tortib hozir qadar Allohga sevgi bo'lgan, sevgi pok islom xalqimiz islomga mansub bo'lgan bir madaniy to'g'ri bo'lgan haq yo'limizni to'g'ri yo'ldan biz tepinishga tirishib, haq yo'lni to'liq qo'dashga ahamiyat bermasak, vaqtda biz inson va jinlarning har turli vasvasalaridan qutulmaymiz, to'g'ri yo'ldan kirishib ketamiz. U vaqtda biz dunyo va oxirat baxtga erishamaymiz qardoshlarimiz. Shuning uchun biz Allah Subhanahu va Taolaning haqqa yordamga erishishimizda bo'lsak, Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu mushadisda deganki, shayton insonning qalbiga vasva qiladi. Ammo inson Allah Subhanahu va Taolani asisa chiginib ketadi. Demak, bu shaytonning eng yomon illati bizga vasva qilish bo'lsa, eng yomon ojizligi Allah Subhanahu va Taolani asasak, Allah oldiki mas'uliyatlarimizni asasak, Allah Subhanahu va Taolo rizolik uchun qiladigan yaxshi ishlar ustida bo'lsak, bu shayton bizdan yiroqlashadi. Agar biz Allah Subhanahu va Taolani unutsak, shaytonning ovoziga quloq solsak, shayton bizga doim ega bo'ladi. Shuning uchun shayton ijtimoiy tarafdan bizni mu'minlarning qarindoshligiga, buzg'unchilik qilishga tirishadi. Allah Taala Qur'oni Karimda innamal mu'minuna ikhwa, Rasululloh mu'minlar qarindosh degan. Biz zodi musho shaytonlarning, inson va jinning shaytonlarining bizni ozdirib ketishdan saqlanmasak, musulmon qarindoshlarimiz bo'lib, ittifoq bo'lib, birsi-birsimizga ega bo'lib, mehr shafqat, do'stlik yetkazib yassak, andin inson va jinning shaytonlari bizni haq yo'ldan, bizningki Allohga qulchilik qiladigan sodiq mas'uliyatimizdan va bizning har qandaq bir huquqimiz va bizningki islom dinini o'z yurtimizda qilishimiz va dinimizni ustun qilishimiz va zolimlarning qo'lidan qutulishimizga u vaqtda biz cho'qim yo'lalaymiz. Bizni shayton mana shundaq yo'llarimizdan ozdirolmaydi qardoshimiz. Shuning uchun biz qandaq bir paytda yashaydiganmiz, iymoniy qarindoshlikqa buzdig'ini bu haqiqiy jamiyatda har qandaq bir yaxshidan bilan maydonga chiqqan bo'lsa-mu, musulmon qarindoshlarning orasiga fitna soladi ekan, musulmon qarindoshlarning orasiga bo'linish paydo qiladi ekan, qilgan ishi harakati musulmon qarindoshlarni birlashtirishga, har qaysi o'z iqtidorlari bilan birlashishga qarab bir g'oyaga dinimizni, islomni ustun qilishga, millatimizni, musulmonlarning xo'rliqdan qutulishga sabab bo'lmay qilgan ishi arada fitna paydo qiladi ekan, bu vasvasining ishi bo'ldi qarindoshimiz. Bu shaytonning qilishimiz. Yana bu shaytonninki vasvasalaridan birisi ijtimoiy axloqimizga ta'sir qiladi. Masalan, bir qarindishimizga yolg'on gap qiladigan, haqqini olsa bag'ri unmaydigan qarindishimizga ishonchi qila olmaydigan, mana shunday yomonlikni paydo qilib qoladi. Mana bu vasvasa. Ham eng cho'ng vasvasa Allah Subhanahu va Taolo shu shaytonninki Qur'oni Karimda alohida biz haq maydonida turdiganlar qilgan vasvasalardan birisi
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de alayda aradı. Estağfirullah. Ve iz yemkuru bikellezine keferu liyuthbituke ev yaktuluke ev yukhricuke ve yemkurune ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Özakda sana kafir boğan kişiler seni solap koyuş için, ya seni öldürüş için, ya seni yurtundan çıkarış için muşundak yeni mikir kılıdı. Ular mikir kılıdı. Allah Subhanahu ve Teala mı onu karşı onun planını biçit kılıdı. Allah Subhanahu ve Teala en yaxşı mikre, yile, vesisi suiqas kılgıçılarga en yaxşı suiqas kıldığı en yaxşı suiqas en yaxşı bilen onu biçit kılgıçı, onu vayron kılgıçı deb Allah Subhanahu ve Teala şunaq dedi. Bu ayet bizge nimani bildirdi? İnsan ve cinnin şeytanları bizge bizdinki İslam dinimizдің hak taleplerinden keçişke, İslam dinindeki şer'i hükümlerden keçişke, bizdinki Allah buyurgan Kur'an hadisinden keçişke aşınınga suiqas qildi. Xitoy kommunistleri bizning yurtimizda maslahani chiqyotdi. Bizning tarixdan tatib hozir qadar mushulaga Xitoy kommunistlarga, Xitoylarga assimilyatsiya bo'lmay hozir qadar bizning saqlanib qolishimizga sabab bo'lgan narsa İslam dinini haq sapa bilan ushargan, İslam dinini haq yo'lda mustahkam turib tushungan, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yo'lida mustahkam turgan, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga agashgan, Abduqodir Damullamga o'xshash, Sabit Damullajimga o'xshash, ana shunda haq suyar, haqni mustahkam turgan, o'zining hayoti bilan mayli din jihatda, ijtimoiy jihatda, siyosiy jihatda Allah'ның düşmanları bo'lgan inson va jinning shaytonlarga aldanmagan mana shunday musulmonlar bugun kungacha bizni islom diniga va o'zimizningki diniy va milliy kimligiga ega bo'lishimizga sabab bo'lgan qarashimiz. Shuning uchun biz inson va jinning shaytonlaridan qutulamiz deydiganmiz. Kofirlar bizni o'ltirib o'tamiki, yug'ishtirib o'tamiki, tugitib o'tamiki deb bunda o'ylab qoladigan. Yuvassiso vasfas deganning ma'nosi desa, kichik narsani yo'g'intib qo'ydigan, o'z hajmidan cho'ng qilib qo'ydigan. Allohning dushmani bo'lgan, dushmanimiz bo'lgan kofirlarning hozirgi vaziyatda qanday dushmanlik qilayotganligini, qanday kuchliligini, qanday ularningki suiqas planini qilaydiganligini bilishimiz bilan birga, ularni o'z hajmidan yo'g'on o'ylab ketgan ish, bu bizga eng qattiq Alloh cheklagan shaytonning vasvasasidir qandoshimiz. Voy, bizni tüpyültüzdün mundaq qilib o'tamiki, tüpyültüzdün undaq qilib o'tamiki, deb mundaq vasisining keydini kirib, o'zimizni umidlantirib yo'qib qo'yganning o'rnida nima ish qilish kerak? Famay ya'mal misqala zarratin khayra yara va may ya'mal misqala zarratin sharra yara. Kichikgina yaxshi amal qilsa, uni Alloh ko'rdi. Uningga Alloh o'zi yordam beradi. Uni Alloh qabul qiladi. Kichikgina yomonlik qilsa, uning jazosini tortadi. Shuning uchun qardoshlarimiz, biz umidsinib o'ltirguncha o'zimizning mas'uliyatini ado qilishimiz, ammo yuraklarimizda shar yo'g'ongandek Xitoy kommunistlarininki, Allohning dushmanlarininki, tajovuzchilarninki, hayvonlarini oshirib, yo'g'initib qolib, u vasisini o'zimizning badaniga zahar qilib ishlatib, undan keyin biz dushmanning, Allohning dushmanlarininki oldida haq maydoniga tushmay turib, maydonda bir kurash maydoniga altanmay turib, o'zimiz maydon tashlab turadigan, maydon bo'shtib turadigan, mana shunday omillarning hammasi mana shu oyatda Allah cheklagan shaytonlarning vasvasi. Shunga shaytonlarning vasvasining chekinishining eng cho'ng omildan birisi hammasiga Allohni asasak, Allohning yo'lida mustahkam tursak, Allah buyurgan ishni qilsak, shayton kenayadi. Shunga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda yazkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim yatafakkarun. Haqqi mu'min degan Alloh subhanahu va taoloni Alloh oldiga mas'uliyatni o'ytursin, o'ltirsin, astaydi. Ham o'zining qutulish yo'lida, dinni qutulish yo'lida, Alloh oldiga mas'uliyatni ado qilish yo'lida fikr qiladi. O hayotini anda g'aflatda o'tkazmaydi deb mana shu oyatda oxirida Alloh subhanahu va taoloninki bizni Allohning ahiretlik azabını saklaydıgan, do'zax azabını saklaydıgan, do'zaxning azabını bizden yaklaştırdıgan müşündak yaş hayatını bizge berse deb Allah subhanahu wa ta'alaga müşündak dua kılıdı deb Allah Teala bizni hakiki müminlarni mana müşündak Allah subhanahu wa ta'ala buyurgan yolda müstehkem turduğan şeytanga, insan ve cinnin şeytanlarga qat'i bularning vassilariga bo'ymaydigan shundak bir haq yo'lga chaqirgan qardoshimiz.
Shuning uchun har birimizni Alloh subhanahu va taolo mana shu Qur'oni Karimning haq maydonida mustahkam turimiz bo'lsin. Chunki inson va jinning shaytonlaridan saqlanishga bundaq tirishimizdagi asos sabab inson va jinning shaytonlari to'g'riliq Qur'oni Karimda kelgan oyatda Alloh taolo deydi: "Astagfirullah, summa la'atiyannahum min bayni aydihim va min khalfihim va an aymanihim va an shama'ilihim va la tajidu aktharahum shakirin." Andın deydi iblis, albatta men ularning old tarafidan kelaman, ularning orqa tarafidan kelaman, ularning o'ng tarafidan kelaman, ularning chap tarafidan kelaman, ularning ko'pinchisini Allohga shukr aytishlar topmaysa deydi. Ya'ni Alloh bergan ne'mat bilan Alloh qo'lchilik qiladigan haq adolatni, Alloh zaminda insonlarni yer sharida haq adolatni, Allah'ın şeriatini, insani huquqni, Allah tushirgan islom dinini qo'g'daydigan qilib yaratgan. Mushundaq haq huquqini yo'q qiladigan insonlar qul bo'ladigan yoki yolg'on ilohlar qul bo'ladigan, yo nafs xohish qul bo'ladigan, yo maddiy manfaat qul bo'ladigan, yoki havo havas qul bo'ladigan mana mushundaq yomonlikqa yuzini olgan topsanki, amma sana haqiqiy shukr aytgan tapmaysa, mana shuning uchun bularningki oldin kelma, orqadan kelma, o'ng tarafdan kelma, chap tarafdan kelma deydi. Endi bu to'g'riliq mufassir ulamolar, bular Imom Muhammad Mutavalli Sha'ravi orqadan kelma deganning ma'nosi, ular ko'rmagan tarafdan maxfiy qalblariga his tuyg'u tashlayma. Ularning o'ng tarafdan kelma deganning ma'nosi, ularga yaxshilikni o'zini riyogar qilib o'tib, masalan, har qanday bir yaxshi ish bo'lsa, kishilar damlasa, maqtasa, kishilar uni cho'ng ko'rsa, kishilar uni yuzlik o'zi ablu deb qarasa, qiladigan har qanday bir mas'uliyatni, ham ibodatini, agar ular kishilar maqtamasa, qilmaydigan riyogarlik qilishgan. Masalan, old taraf bunda kelma, o'ng tarafdan kelma deganning ma'nosi. Ham shundaqla mansab, shuhrat va ashundaq o'zining dinini bilmay turib bak ching turib oladigan, bilmasa biladiganlardan so'rab, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Sizlar bilmasanglar, biladiganlardan so'ranglar. Qur'on ne desin biladiganlardan so'ranglar dedi. O'zi bilmay turib, mening bilginim to'g'ri deb, ashunda bilgini xato bo'lsa-mi yoki to'g'ridan chiqib ketgan bo'lsa-mi, yoki bitirab bilib turayotgan haqni to'liq bilmagan ahvolda bo'lsa-mi, ana shunda o'tirib o'ngchillik qilib, bunda turilish orqali shunda o'ng tarafdan shayton keladi. Yana so'ldan keladi deganning ma'nosi nima desa, dinsizlashtirish, dinni tadrijiy jamiyatni yo'q qilish. Boshda namoz, Allohga ishonish, ro'za tutish, Qur'on o'qish Uyg'urlarning bir urf odati, xuddi Xitoy kommunistlari vatanda bizni 15-20 yil boshda sizlarning milliy urf odatinglar deb dinni Allah bizga yaratgan, bizga tushirgan, Allah bizga qon-qinimizga, vujudimiz, hayotimizga haqiqiy fitratullah, tabiiy Allah'ning yo'li qilib tushirgan bir dinni insonlar dunyoda o'ydirib olgan milliy bir qoida o'qitib, milliy din deb shundaq atash orqali bizning vujudimiz, hayotimizdan dinni yo'qishga tirishgandek, bizning vujud Farq Turkistondagi nurg'un haq suyar musulmon qarindoshlarimiz va xalqimiz yana shundaq bostirishlar bo'lsa-mu, haq uchun turgandek, mana shu bizningki Allah biz tushirgan islom dinni, bizning ruhimiz, hayotimiz, bizningki bu islom din buyurgan har bir biz qarta tushirgan prinsiplardan ayrish uchun tirishchilik qiladi. Ya'ni dinni ojizlashtirib, tadrijiy uningki farzlarini, sunnatlarini, yo'llarini tadrijiy yo'qtidi. Mana shundaq shayton mana shundaq ish qiladi deb tafsir qildi. Shuning uchun qarindoshlarimiz biz mana shundaq dinni yo'qtib qo'ydigan, murjiy yo'lab ketib, axir Qur'on deb bizga buyurgan yo'ldan chiqib ketadigan, dinni kommunizmga, sotsializmga, har qanday dunyodagi Alloh qarshi guruhlarning yo'liga moslashish bilan haqdan yo'qlab ketgan, haqdan chiqib ketadigan bundaq yo'lga kirib qolsak, u vaqtda biz inson va jinning shaytonlarning vasvasiga kirib qolgan bo'lamiz. Shuning uchun biz mu'min qarindoshlarimiz mushu inson va jinning vasvasalaridan qutulamiz deydi ekanmiz. Allah subhanahu va taolaga haqiqiy sig'inishimiz, Allah subhanahu va taolo bizga buyurgan har qanday haq yo'lda
mustahkam turishimiz, Alloh subhanahu va taoloninki mush shayton orqali bizni sinagan musiniqidan o'tishimiz kerak. Ham bu shayton biz mu'min qarindoshlarni qanday tarafdan bizga vassar desa, bizning iqtisodiy tarafimizdan. Unda chet elda hozir hamma musulmon qarindoshlarga iqtisod lozim. Lekin mush iqtisod nima uchun bizga berilganligini, maqsadi nima ekanligini bilishimiz kerak. Bizga iqtisod berilishga sabab ozgina dunyoni Alloh bizga berib, ozgina hayotimizni berib, mush iqtisodning har birisi biz uchun sinab. Shayton bizga qanday vasf qildi? Alloh taolo Qur'oni kimda deydi-ki, "Ash-shaytonu ya'idukumul faqra va ya'murukum bil fahsha." Shayton sizlarga namratchilikni va'da qiladi. Sizlarga gunoh ma'siyatni, Alloh qarshi chiqishni buyurdi. Alloh sizlarga o'z tarafdan bo'lgan kechirim qilishni va timi dunyodami kang ne'mat, oxiratdami ko'p savob berishni Alloh va'da qildi. Alloh hamma ishni, hamma insonlarni rahmati sig'dirguchi Alloh subhanahu va taolo hammani bilib turguchi deb mana bizga mush inson va jinning shaytonlari va o'zimizniki nafsiy xohishga birilish, men tuğansi nimat bo'lib qolamanmi, tuğansi ojiz bo'lib qolamanmi deb o'zimizningki atrofidagi yetim isar, ojiz o'quvchi qarindoshlarimizga ega olmaydigan, biz mush muhojiratda har qaysi davlatlarda yashab turadigan musulmon qarindoshlarimiz, biz shuni alohida bilishimiz kerakki, biz o'z atrofimizdagi musulmon qarindoshlarga ega bo'lishimiz, ularning turmushi, ularning iqtisodiga yordam qilishimiz, ishlab turib, $100 ishlagan odam $10 $1000 ishlagan odam 50 lirani, 20 lirani bo'lsa-mu, mush atrofimizdagi ojizlarga ega bo'lishimiz. Bir odamda 20 lira puldan chiqish qilmasak, o'nimiz 20 liradan chiqsak 200 lira bo'ldi qilnashimiz. Shunga mushundaq haq uchun chiqim qilsam, mening atrofimdagi haq kishilarga yordam qilsam, mening iqtisodim kamlab ketami deb mushundaq shayton bizga vasvas qiladi. Mushundaq vasvasdan biz saqlangan vaqtimizda ondan Allohning panohiga kiradigan bo'lamiz. Ondan Alloh bizni saqlaydigan rayonda turgan bo'lamiz. Ham shayton bizni hozir mushtaqallarda ham yerda yashab turibmiz. Vasvas qilgan ishlarning birisi bizningki maydonimizni bo'shash qilishimiz. Biz mush chet-elga nima deb chiqdik? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hijratninki asosliq maqsadini bayon qilib, innamal a'malu binniyat, amallar niyatga bog'liq deb turib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haqiqiy Alloh e'tiborga oladigan, ajr beradigan, uningga yordam beradigan hijrat qilsa, Allohning dinini deb, Allohning dinini ustun qilishni deb, Alloh subhanahu va taoloning payg'ambarining yo'lida manaman deb mushunda chiqqan hijrat edi. Shuning uchun qarindoshlarimiz, bizning bu chet elga chiqishimiz, biz mushu chet elda, shu yurtimizda saqlab qolinmagan dinimizni saqlayli. Xitoy kommunistlari bizni shu yerda assimilyatsiya qilyapti, yo'qtiryapti. Dinimiz, hayotimiz, jamiyatimiz, insonligimiz, hattoki bir hayotdagi put qo'ng'az shuq bir o'rnimizmi biz uyg'onmaydigan yerga bizga kelyapti. Biz o'zimizning dinini qutuldirish orqali oxirisda biz Sharq Turkistondagi mazlum musulmonlarni qutuldirgan bir amniyatga ega bo'lamiz deb mush maqsadda chiqdik. Shuning uchun mush maqsadimiz bo'lgan ekan, bu maqsadga yetishning eng birinchi omili biz mush irodamizdan yanmasligimiz. Biz bu irodamizdan moddiy manfaatni, dunyolik maqsadni birinchi o'ringa qo'ya olmasligimiz. Hozir maydonlarda yurtimizni, davlatimizni, Sharq Turkistonni mustaqil qilish da'volarini kech-kunduz o'zimizning haq da'vosini maydonda ishimiz darhol bo'lmadi deb miyada ba'zi darhol hamma musulmon qarindoshlarimizni darhol ishlar qilib beramiz deb uni xapolab, 5-6 ay 8 oydan keyin bir yo'qolib ketguncha biz o'zimizning nafs bilan, o'zimizning xohish bilan bo'lib ketib, dinimizga, xalqimizning qutulishga uyg'onmaydigan yo'lga kirib qolsak bo'lmaydi. Shuning uchun qarindoshlarimiz, har qaysi davlatlarda turadigan barliq qarindoshlarimiz o'zaro bir-birimizdan jug'lashib, hamqon bo'lishimiz, jug'lashib, bir yerga yig'ilib turib yashashimiz, o'zaro bir-birimizga ega bo'lishimiz kerak. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam alohida mu'minlarning masala, ularning bir-biriga do'st bo'lishi, bir-biriga kunishi bir-biriga o'xshaydi. Uningdan bir a'zo og'rib qolsa, badanning qog'ini uningga uyqusiz bilan
tap bilan o'zaro birsi-birsini chaqishidi qarindoshlarimiz. Biz mushundaq o'zimizningki diniy kimligini, milliy kimligini saqlab qolamiz desak, biz har qaysi davlat turayotgan barliq musulmon qarindoshlarimiz avvalan o'zaro ham ittifoq qilib, bir yerga jo'lashib, jamoat bo'lib, aqidamizni, dinimizni, tilimizni, islomimizni, sharma hayoyimizni, halol haromni ayirib turib yashashimiz kerak. Ikkinchisi, mushundaq sharmi hayo, din, islom bilan yashayotgan davlatlardagi musulmon qarindoshlarni bilmay kelgisi bizga cho'qim Sharq Turkistonning musulmonlarningki yaxshi islom dinga qaytishiga mushular tumruq yo'llaganlar mushular mushu chet el turayotganlar kelgi shularning asosi bo'lganlar. Biz bularning dinini, bularning islomini, bularning haqiqiy sharmayasini, bularning milliy kimligini yo'qotsak, hatto tilini yo'qotsak, vatanni keyin qo'limizga Alloh bergan chaqda yoki vatanni birdigan shunday cho'q ishlar chiqqan chaqda biz nima ish qilamiz deb o'zimizni so'ralaydigan bo'lishimiz kerak. Shuning uchun shunday Turkiyadek musulmon qarindoshlar o'ltirishib turgan shunday rayonlardagi musulmonlarni birdigan musulmonlarni chejilgan ishni qilishdan ham saqlanlar. Mana shunday yuqorqidek omillarni saqlansak, haqiqiy shayton saqlangan bo'lamiz. Eng oxirida shaytonning vasvasalaridan birisi halol harom ayirmaydigan kasbda haromga yüzünüp gidadigan ishlarga vasvasa qiladi. Bunday ishlardan bu saqlanishimiz kerak. Ham bir odam bilan uning ayoliga vasvasa qiladi. Shunga shayton qandaq iblis qandaq shaytonni bak yaxshi ko'rsa, bir mu'min bilan uning ayolini bir erdan uning ayolini ayirayotgan shaytonni. Shuning uchun iblis o'ziga bir mu'min bilan uning oilasini, uning ayolining oilasini ayirib bo'lgan shaytonni eng qattiq yuqori o'rinda o'zi yaqin joyda o'tirdi. Nima ish qilsa, jamiyatga bir islom oilasi bo'ldi, uningdan yaxshi avlod chiqdi. Dushmanni qo'xtalaydigan, kelgusi jamiyatga baxtiyat talaydigan bir avlod maydonga keldi. Haqiqiy mu'min avlodi. Oila buzildi, avlod yetim qoldi. Ayol uning kallasi har turli havasga ketdi. Jamiyatga yangidan bir buzg'unchilik maydonga keltirilgan bo'lg'achqa, shunga iblis ayolning o'ttirishga buzg'unchilik soladiganni eng yomon ko'rib, shuni eng qo'llaydi. Shuning uchun biz iblisni dushman tutib olsak, qanday qilamiz desa, mush ayolni aplashtirishga ahamiyat beriladi. O'ylanmagan qiz, o'g'illar, yaqin yo'qlarimizga nikohlanishga ahamiyat beriladi, nikohlab qo'yishga ahamiyat beriladi. Ham o'zimizmi oilamizga yaxshi erlik huquqimizga, ayollar huquqimizga, erlar huquqiga, balalar, avlodlar huquqiga, ota-onalar huquqiga ahamiyat berib, mush ustozlarimizningki mush har xil da'vat va nasihatlarda mush oila, ota-ona, erlar huquqlarini so'zlagan shu nasihatlarni yaxshi anglaydi qarindoshlarimiz. Chunki har qancha cho'ng imperiyami avvalan shaxsdan, oiladan, jamiyatdan barpo bo'ladi. Davlatmi oila jamiyatdan barpo bo'ladi. Oila jamiyat qurilmasi vayron bo'lsa, har qanday bir davlatmi tadrijiy vayron bo'ladi qarindoshlarimiz. Shuning uchun mushu shaytonninki bizga har tarafdan vasf qilishidan hamma saqlanadi. Chunki inson va jinninki o'ttirishdagi shaytonlar bilan bo'lgan bizningki ko'rishimiz bu qiyomat kuncha boqi. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'onni bunday degan. Men bu so'zimni mush oyatdan oyga suraman. Astagfirullah. Va qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru innalloha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhukum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qablu innaz zalimina lahum azabun alim. Shayton qiyomat kunisi ish ayrilib hukm qilinib bo'lganda, jannat kirganlar jannatga, do'zax kirganlar do'zaxga kiradigan ish hukm qilinib bo'lgan vaqtda dediki, haqiqatan Alloh sizlarga rost va'dani qildi. Ya'ni Allohning payg'ambariga agishib, yo'q, haq bo'ldi mansanglar, jannatni beraman degan va'diga amal qildi. Men sizlarga va'da qildimki, mening mushu har turli yolg'on ilohlarga cho'qinish, shaytoniy havaslarga birlash, nafs xohishlarga birlash, o'zaro fitnaxo'rlikqa birlash, g'aybat shikoyatga birlash, umrni, hayotini baqo o'tkazishga birlash, eng hayotdagi eng qattiq baqo qilingan narsa Alloh tushirgan vahiy ilohiga, Alloh tushirgan hidoyatga quloq solmaslik qilishimiz. Qo'limizda bor turib Allohning so'zi, Qur'on, hadisni hayotimizda tatbiq qilmaslik qilishimiz. Mana shundoq Alloh tushirgan vahiy ilohiga agashmaslik bilan
qanday qildi? Sizlar mang'anliqinglar tufaylidan, mening keyingi agashkunlar tufaylidan men sizlarni mana do'zaxga kirish sabab bo'ldim. Ammo men sizlarga baxtga erishtirman deb va'da qilgan, men u va'damga xiloflik qildim. Chunki men ajaldan, buning ma'nosi ajaldan yolg'onchi edim demoqchi. Va menga sizlarning ustunlarga hukmronlik qilish bo'lmadi. Men sizlarni majburlab do'zaxning yo'liga o'zim kelib qo'ymadim. Men vasis soldim. Sizlar vasisning keyindan minib do'zax yo'liga mangdinglar. Lekin men sizlarni chaqirdim. Sizlar mening gapimni qabul qildinglar. Endi menga malomat qilmanglar. O'zingizga malomat qilinglar. Men sizlarni qutqaruchi emas, sizlarmi meni qutqazolmaysizlar. Men sizlarni, sizlar menga men orqali shirk keltirgan yolg'on ilohlarga endi men kofir bo'ldim deb qiyomat kunisi ashundaq hamma insonlarni ozdirdigan har qanday insonlarni, uning keyindan bo'lgan insonlarni ozdirib bo'lgan vaqtida, ana shu vaqtda men Allohga shu vaqtda Alloh qarshi bo'lgan shirk keltirgan yolg'on ilohlarga tandim deb shu kunisi o'zining yolg'onchilik qilganligini shu kunisi e'tirof qildi. Demak, Alloh taolo oxirida aytdiki, "Innaz zolimina lahum azabun alim." Mana shundaq o'zi-o'ziga zulm qilib shaytonning vasvasasiga kirgan, shaytonning inson jinning shaytonlarning keyin bo'lgan kishilarga dardlik azob bor deb Alloh subhanahu va taolo bizga shundaq ogohlantirganimiz. Demak, har qanday Xitoy kommunistlar bo'lsin, har qanday zolim insonning mayli shahvatning keyin atmagan jinlar bo'lsin, har qanday bir insoniyatni ozdirgan inson va jinningki shaytonlari bizni qanday qildi desa, ozdirganini ozdirib bo'lib, do'zaxga kirgan vaqtimizda bu dunyoda haqiqiy haq maydonimizdan ayrilgan, davlatimizdan, jamiyatimizdan, islom dinimizdan ayrilgan ashunda vaqtimizda men sizlarni men vasf qilib qo'ydim, o'zinglar oldinglar mana deb oxirisi ego olmaydi qilishimiz. Shuning uchun bizga ega bo'ladigan xaloyiqning podshosi, xaloyiqningki parvardigori, xaloyiqning ilohi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo bilan Allohga sig'inib har qanday yomonlikdan panoh so'raylik. Ham Allohga sig'ingan ekanmiz, yer sharidagi Allohga sig'inmaydigan, Alloh buyurgan haq maydonida turmaydigan har qanday yolg'on aqida va yolg'on gunoh ma'siyat har qanday shahvatning keynidan o'zimizning chatga tortib Allah subhanahu wa taala bizni buyurgan haq maydonida mustahkam turaylik. Allohga haqiqiy samimiy qul bo'lgan, Allohga haqiqiy xolis musulmon bo'lib, Allohga haqiqiy bo'ysungan mu'minlardan bo'laylik. Ana shundaq amaliyotda Allohga sig'insak, qalbimizda Allohga sig'insak, Alloh subhanahu wa taala o'zi bizga bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu wa taala bizning egimiz. Allah hammalardan rozi bo'lsin. Hammalarga Alloh subhanahu va taolo dunyo va oxirat baxti ato qilsin. Alloh subhanahu va taolo bizning qalbimizga, vujudimiz, hayotimizga, jamiyatimizga inson va jinning shaytonlarning vasf qilishdan Alloh subhanahu va taolo saqlasin. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda dediki, astagfirullah Ulaikallazina hadalloh fabihudahi muqtadih. Ana ashu Alloh subhanahu va taolo yo'lda mustahkam turgan, shaytonga aldanmagan payg'ambarlar va payg'ambarlarning merosi bo'lib qolgan Muhammad alayhisolamning barliq izdimangan salihlar şu to'g'rilmanganlar Imom Alayhisalom va barliq Muhammad alayhisalomning ummati sen şu ilgiriki haq qildimangan kishilarning salihlarning yo'liga agashgan dedi. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo shaytondan qutulishimiz uchun bizga to'g'ri bo'lgan bir yo'lni ko'rsatib berdiki, u bo'lsa-mu birinchisi Allohga sig'inish, ikkinchisi Alloh subhanahu va taolo buyurgan ishlarni yaxshi qilish, uchinchisi haq yo'lda turgan haqiqatparlar bilan bil turish. Mana shundaq yo'lda mustahkam turganmiz. Alloh subhanahu va taolo yo'lidan azmaymiz. Ulaika ala hudan min robbihim va ulaika muflihun. Ana ashu iymon bilan yaxshi amalni birlashtirgan mu'minlar o'zining parvardigorining tarbiyadan kelgan hidoyat ustiga bo'ladi. Ana ashular va ulaika humul muflihun. Haqiqiy dunyo va oxirat nijotga erishadi. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود.